Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Mana e'lon boshlarimiz chiqdi. Bizdan ko'pchilik so'rayapti. 10 kilo, 5 kilo, 15 kilo deb o'sha kamroq so'raganlarga olib chiqib qo'ydik. 100 kilo, 50 kilo, 150 kilolarga xudo xolasa dastlabki qilib chiqarilyapti. Buni razmeri 200 gramdan 600 gramgacha bor. O'rta hisobda 350 gramga o'tirgan. Bu degani 1 kilosida 3 donaga to'g'ri keladi, 3 ta 4 taga. O'sha mayda razmerlar 100 gram, 150 gramlik razmerlar o'sha kattalashib kamayyapti. Bundan buyog'iga faqat 90% katta razmerlar chiqadi. Shu vodiy bo'ylab o'sha bizga aloqaga chiqqanlar juda ko'p bo'ldi. Shu 15, 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo deb o'shalarni hisobiga olib kelib qo'ydik, lekin bizga bundan katta daromad yo'q. Faqat o'sha qiziqqanlar ham boqsin degan maqsadda olib chiqib qo'ydik. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Hasan Qo'rancha qishlog'i. Bundan ko'p emas, bir 50 kilo atrofida xolos. Hozir Chimyondan bir akamiz kelyapti 10 kiloga. Kimga shunaqa kamroq 5 kilo, 10 kilo kerak bo'lsa, Telegramda yozsalaring, lakasi tashlab beramiz. Kelib olib ketishlari mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosib qo'llab turinglar. Qancha ko'p like bosilsa, shuncha videolar ko'proq tarqaydi. Bizga ham yana kimgadir ilon bosh qidirib yurgan insonlarga videomiz yetib borsa, hamma uchun manfaatli bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yaxshi tomonglar, xayrli tun.